osti bizning hayotimizga 3 ta tomondan ta'sir qilishi mumkin. Birinchisi bu qaror qabul qilishingizga ta'sir qiladi. Siz nimadir qilmoqchisiz, nimadir boshlamoqchisiz, ong osti sizga ko'zga ko'rinmas signal yuboradi. Qoch, qilma, bajarma, vaqt emas, loyiq emassan yoki aksincha bo'lishi mumkin fikrlar. Ikkinchisi, bizning munosabatlarimizga o'z ta'sirini o'tkazadi. Siz kimnidir ko'rib qoldingiz, u bolaligingizdagi qanaqadir og'riqni yoki bo'lmasam travmani eslatdi. Natijada siz o'sha qaysidir insondan qochishingiz mumkin, uni yomon ko'rib qolishingiz mumkin yoki aksincha juda ham qattiq bog'lanib qaram bo'lib qolishingiz mumkin. Uchinchisi, moliyaviy tomoningizga yoki bo'lmasam shaxsiy fikrlaringizga o'z ta'sirini o'tkazadi. Masalan, bolaligimizda pulning kelishi qiyin, pulni ota-onamiz aytishgan, nima pulni ko'chadan shipirib olamanmi? Pul topish uchun qiyin mehnat qilish kerak, jismoniy mehnat qilish kerak deyishgan bo'lsa, siz ulg'aydingiz, diplomingiz bor, tajribangiz bor, bizning jamiyatimizda juda ham imkoniyatlar ko'p, lekin ana shu imkoniyatlarga qaramay, siz moliyaviy holatingiz o'zgarmasligi va borgan sari yomon bo'lib ketishi mumkin. Bularning hammasi bizning ong ostimizdagi, ko'zga ko'rinmaydigan, biz ilg'amaydigan, vaqt kelsa anglolmaydigan fikrlarimizning natijasi hisoblanadi.